Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Sog' salomatsizlar. Biz bugun Pekin karamidan chimchi tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlar: bir bosh karam, qizil bolg'ari 4 dona, sarımsoq, piyoz 5-6 bo'lak, achchiq garimdori 1-2 dona, ta'bga qarab tuz. Ishning borishi: birinchi karamni yuvib 4 bo'lakka bo'lamiz. Dastlab yarmicha pichoq bilan qolgan qismi qo'lda ajratiladi va yana 2 bo'lakka bo'linadi. Ikkinchi, karamni idishga joylashtirib ustidan qaynatib sovutilgan iliq suv quyamiz. So'ng tarelka qo'yib, og'irroq narsa bilan bostirib 1 sutkaga qoldiramiz. Qizil bolg'ari, chesnok va achchiq garimdorilarni choperdan o'tkazamiz. 4. Vaqt o'tgach, karamni suvdan siqib olamiz. 5. Karamni har bir qavatini aralashtiriladi va har bir qavatiga solib chiqiladi va idishga joylashtiriladi. So'ngra ustiga yana og'irroq narsa qo'yib 5-6 soatga qoldiriladi. Karam tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Bu salat oshqozon va ichaklarida nuqsoni bor kishilarga tavsiya etilmaydi. Azizlar, siz kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Biz bundan mamnun bo'lamiz.